Shahvat qo'zg'alganda u aqlni qoplab oladi. Shuning uchun ba'zi odamlar shahvati uyg'onganida gunohga qarshi kurashishga yoki sabr qilishga ojiz bo'lib qoladi. Ba'zilar esa gunohga qo'l urib bo'lgach, men buni qanday qilib qildim, aqlim qayerda edi deb ajablanadi. Asosiy sabab shuki, shahvat qo'zg'alganda u aqlni qoplab qo'yadi. Shahvatning xususiyati shunday. Bu holatda yordam beradigan ajoyib va samarali bir tajriba bor. Allohga qasamki, kimga maslahat bergan bo'lsam, darhol foydasini ko'rgan. Bu tahorat olish va burunni chuqur yuvish. To'xta, avval bir marta sinab ko'r, keyin xulosa chiqar. Lekin bitta shart bilan. Tahoratni chiroyli qilib ol. Barcha a'zolarni to'liq suv bilan yuvib chiq va burunga suvni chuqur tortib, yaxshilab chayqa. Chuqur suv tortilganda noqulay kuchli his paydo bo'ladi. Xuddi elektr toki urgani kabi. Mana shunday darajada bajarish kerak. Sinab ko'r. Ta'sirini darhol ko'rasan. Lekin tahoratni tugatganingdan keyin seni shahvatga undaydigan har qanday narsa, hayol, rasm, video, yozishma barchasidan uzoqlash. O'zingni boshqa bir narsaga chalg'it.